Portugaliya mana bu o'yindan oldin aytilayotgani kabi qo'rqitmayapti. Boshlab oldik, endi yanada qiyin o'yin kutib turibdi bizni. Hyustonda ko'zi qonga to'lgan Portugaliya, lekin yaxshi tomonini aytaman. Portugaliya mana bu o'yindan oldin aytilayotgani kabi qo'rqitmayapti. Birinchidan o'zi o'yinini ko'rdik. Cristiano Ronaldoga o'ynash oqibatida qanaqa holatga tushdi. Ana shu Portugaliya bilan nisbatan endi biz unaqa bir oyog'imiz qaltirab, qo'rqib o'ynamaymiz. Suvga tushib bo'ldik. Endi suzyapmiz va mayli endi nahanglar bilan kurashamiz. Va bu juda katta tajriba bo'ladi. Biz endi Iordaniya yoki Saudiya, yana nomdor terma jamoalardan endi umuman cho'chimaydigan terma jamoaga aylanamiz. Futbolchilarni ko'rdingizku, oxirida hujum kerak bo'lib qolgan paytda 19 ga kirmagan yigit qanaqa zarba yo'llayapti. Ya'ni kurashlarda toblanadi. Bo'ldi, his qilib ko'rdi, zarbalar qabul qilindi, bu yog'iga bo'ldi, shu ekan, ko'rdik. Mana turibmiz, oyoqda turibmiz, bu yog'iga endi kurashamiz bo'ldi-da. 10 daqiqa biz kolumbiyaliklar ko'zida qo'rquv ko'rdik. Muhimi, mana shuni Aztekada, katta stadionda 80 ming muxlis qarshisida, qurshovida shuni yigitlar amalga oshira olishdi.